Navoiy sportsmenlari hech qachon qaytmagan, hech kimdan qo'rqmagan va bundan keyin qo'rqmaydi. Hammaga assalomu alaykum. Bu video murojaatim revansh mavzusida. Bu haqida juda ko'p fikrlar bildirilgandi. Sizlarga tushuntirib o'tmoqchi bo'lgan joyim, men hech qachon revanshdan qochmaganman. Kerak bo'lsa revanshni o'zim birinchi bo'lib so'raganman. Shukurda Mongoliya bilan shartnoma qilganini ko'rgan zahot srazu trenerimga tashab revansh qilib bersin deb so'raganman. Lekin o'sha payt bular jim bo'lib qolgan. Ayrim sabablarga ko'ra revanshni qabul qilmagan. Hozir esa endi nimaga revansh qilmayotganim sababiga kelsak, uni sabablari ko'p. U bitta emas. Men jangdan keyin ham aytganman, men Shukurda orqasidan yurib revansh so'rab yuradigan bola emasman. Men bir marta revansh so'radim, ular bosh tortdi. Men o'sha paytda aytdim, urushda o'sha birinchi Manguda